Assalamu alaikum, aziz mehmonlar, akalar, hadilar, singillar, ukalar, qarindoshlar, vatandoshlar. Men dastlabda o'sha Uyg'ur akademiyadagi inilarninki tirishchanlik bilan mushu so'rinni, mushu konferensni o'rlashtirib, hammamizni misha jam qilganiga ko'p rahmat aytma va tashakkur bildiraman. Shuning bilan birga bu chet eldagi hammamizning bir ko'rishadigan bir fursat, bilim almashtirib, haqiqatimiz bir-birisi bilan tanishib, chet eldagi yashayotgan ziyolilar har bir davlatlardan kelib, buni bir muhim bir fursat o'zimiz uchun. Bu Uyg'ur akademiyadagi qarindoshlar va bularningki do'st og'ayinlari ko'rdinglarmi, 2 kundan yog'i kech kunduz demay kelgan mehmonlarningki oldiga chiqib, aydromdan kech kunduz demay ekilib, boya deganda 20 necha mehmonlarni kutib oldi. Buningga yana bir rahmat aytma. Men endi qisqachalar bir doğru tadqiqot va uning taraqqiyotini, uningki maqsadi nima, jarayoni qanday va uningki kelgusi natijalar qanday qisqachalar bir tanishtirib o'tay deyman. Ben bu maqolani, bu prezentasyonni tayyorlab 8-oyning 15-i Uyg'ur akademiyadagi qarindoshlarga avatib beray deb tursam bir maqol chiqibdi. Obdan bir hikoya ekan, Wall Street Journal'ninki 8-oyning 12-kunida. Men bu hikoyani shundan boshlay dedim. Bu hamda bir amaliy bir hikoya ekan. Bu xonim doktorga berib tekshirsa o'zini baya rak kasallik to'g'riliq Gülenberg xonim buni aytdi, obdan tushuntirib o'tdi. Kasallik tarafdan, uni diagnoz qilish tarafdan ham uning kelib chiqish tarafdan. Bu doktor bu xonimni tekshirib rentgen natijasini ko'rsatib, bu o'pkiraki bo'lsangiz, taraqqiy qilgan, keyingi bosqichdagi o'pkiraki bo'lsangiz, siz 6 haftadan 3 oygacha umr ko'ra olasiz deb diagnoz chiqardi ekan. Shuning diagnoz chiqargandan keyin bu xonim shuning bilan umidsizlanib uyida qarab o'tmay surishti qilib u yoq-bu-yoqdan, chunki bu doktorning bunday deyishi hamda bu taraqqiy qilgan keyingi bosqichdagi kasallikni operatsiya qilgan bo'lmaydi. Bu nim qilayotgan dori bo'lmagandan keyin tasdiqlanib chiqqan. Shuning bilan surishti qilsa, bu bizningki idoraningki bir tadqiqot qilayotgan 3-bosqichdagi bir dorining tajriba qilayotganligini anglab uqib, shuning berib tekshirilsa, bu xonimning bu kasali nayt az uchraydigan o'pkirakininki az uchraydigan bir qismi ekan. Uninki hamda ALK fusion gene mutation deydi. Shunday turdagi bir xil kasal ekan bu. Bizningki idoraninki bu dorisi shu az uchraydigan xildagi rak kasallik, o'pkirak kasalligiga nayt unumi yuqori, 95% dan yuqorilik unumi shu kasallik. Shu bu xonim shu dorini ichib, mana hozirgacha hayot ko'rib hayat turmush kechirib o'tibdi. Bu bir hamda meningki bugungi so'zlaydigan tushuntirishimninki ham boshlanishi ham xulosida. Bizning maqsadimiz shu. To'g'ri tadqiqot qilishning maqsad qanday qilib unumlik aks ta'siri az dorilarni tadqiqot qilib chiqarib xalqqa, insonlikqa foydali xalqninki umrini uzartish. Bu bayqi maqol shuningga aytib maskildigan ham bu dora bay degandek nishonliq davolashninki bundan keyin kelgisi, masalan, rak kasalining kelgisi davolash, nishonliq davolashda. Masalan, o'pkiraki desak, o'pkirakining necha xil turi bo'ldi. Turining ichida yana uningda chunqurlashgan inchki turlari bo'ldi. Ko'krak rakining shu ko'krak raki deslar, uning bir xil dorilar foyda qilmaydi. Shuning shu turi bo'lsa, shu turiga nishon qilgan dorilar unumi yuqori. Odatda kimyoviy davolashninki unumi 20-30% bo'ldi.
nişanlıq davalashninki 90% yuqori bo'ldi. Shunga bu rak kasal davalashninki bundan keyin bu fan texnik taraqqiy qilib, shu natijalar bilan shu rakninki kelib chiqish yo'llarini boya Gülenber Hanım ko'rsatgandek tep chiqqandan keyin bizning vazifamiz shu yo'lga, shu sim yo'lga shuni to'sab turib, bu rakninki taraqqiy qilishni to'xtatish. Unda bo'lgandan keyin shu asosli qilib nishonliq davolagandan keyin yaxshi hujurlarga, masalan, o'pka rakiga, ko'krak rakiga paydo bo'lgan dorilar boshqa yerga, yurakka, menga aks ta'sirni ait oz bo'ldi. Şunu bizningki asosli maqsadimiz shu, doğru tədqiqat davalashninki. Hem bu doğru tədqiqat davalash hem her xil kasblarninki birleşmesi hem moslashish bilan iborat. Bunun da hem kasblardan birleşib ishlaymiz. Bunun da biologiya, bioximiya, ximiya, bizga o'xshash doğru tədqiqat, doktorlar, mesela medisina ve hamma bilan birleşib statistik, bulamda kompüter, hamma saydan birleşib xizmat qilish. Shuning bilan bu yosh bizningki kelgan o'quvchi bolalar, yosh bolalar buni tushunsa, bundan keyingi xizmat fursatlarmi, mush kasblardan, mushtaraflardan aytib fursatlarmi chiq, men jarayonini tushuntirib o'tgandan keyin uningdan mubdaroq xabar topsizlar. Endi kasallar boy deganga o'xshash turi har xil, nerv kasallari deymiz, yurak kasallari, diabetes, shakar kasal, undan keyin rak kasallar, revmatizm deymiz, shunda har xil turlar bor. Bu turining ichida yana kichik turlar bor-da. Shu turlarga asosli har fanlar bilan, hamma fan texnika, yeng ijodiyat qilingan fan texnikalarni ishlatib doğru tədqiqat qilishni oldiga surish. Inki asosli masalan bizningki Amerikadan kelgan Lala xonimlar John Hopkinsda uzun ömür ko'rish, qandaq insonlar qandaq qilsa uzun ömür ko'rdi degan tədqiqatni nurg'unchilik bo'ldi, qilib kelyapti. Endi uzun ömür ko'rgandan keyin shuning bilan birga har xil kasallar ko'paydi. Masalan Alzheimer deymiz. Bu kasallikka hozir unumli dorilar yo'q. Bununki şu alametlerini kontrol qilib turgan vaqtlik dori bor, lekin buni tizginlash dorilari yo'q. Hamda hozirgi taraqqiyot asosan yurak kasallari, rak kasallarida taraqqiyot nayt zo'r. Rak kasallarininki boy deganga o'xshash nishonliq davolash, undan boshqa Shuhrat apandilarninki tadqiq qilgan jihatlarda bundiki yana u yerda o'zib chiqishlar bo'ldi ko'p. Masalan, yurak kasalini elib o'tsak 60-yildan 2000-yilgacha bo'lgan 40 yilning ichida mana o'lib ketish yurak kasali sababidan yoshni nima qilib bergan ma'lumot qaraganda 50% azaydi deb ma'lumotlarninki berishicha. Lekin 2000-yildan hozirgacha tushdi desak, bundan ko'proq ilgirlashlar bor-da. Nimishqa deganda hamda har xil hozir insonlar kasallikning sababini bilib, turmush, tanarkat ham oldini olish dorilari ham muhim. Masalan, kolesterol yuqori bo'lsa, yurak kasali asosan shu kolesterol yuqori bo'lsa, shuningdan uni bilmay yashagandan qon tomirlar to'silib shuningdan kelib chiqadi. Bu o'sha 10-20 yilga taraqqiy qilib chiqqan kolesterolni tushiradigan dorilar bor, statin deymiz. Shuning har xil turlari bor. Shularning unumlari bilan bu oldini olish davolash deymiz. Shu davolashlar bilan yurak kasalligining hozir o'lib ketish nisbatini tuvanlab menyapti. Endi rak kasallik kelsak, masalan 100 yilning oldida qon raki bo'lgan odam kasallar ninki 5 yildan jiq yashash nimasi fursati aran 0% ekan. Endi hozirgi kun kelganga 70% yetdi deb ma'lumotlar qaraganda, u vaqtlarda o qon rakini qonninki kesili deb atalgan bo'lsa, hozir buning turlari
Mesela hazır kelgende mana onun türleri 100 xildan jiq türleri oldu da. Bu doğrulanımı şunun şu türleriga asas qilib turib, nishon bilan davolash, şunun bunun unumini aytib yuqori nishonliq davolashninki. Endi rak kesiliga kelsak, rak kesili baya degandek Gulanbay xonimi deb o'tib ketdi. Bu hozirgi taraqqiy qilayotgan cho'ng kasallarning birisi, hayotlikqa zo'r xatar yetkazayotgan. Uning ilgirlashtirimi toza degandek emas, ma'lumotlarga qaraganda, masalan, hozir 5 yildan jiq yashash nimasi ma'lumotni hamma xil rak kasalini elib bersak, bunun seliştirmesi 75-yildan 77-yil seriqlari, onun dikema kökü 96'dan 2003-yilgacha bo'lgan vaqtda andan 16% ilgirlashni aytdi asda. 2000-yildan keyin hozir kelgan 10 yil ichida, 10 yil ichida bu nisbat monayeti yuqori bo'lib, nemishqa deganda shu nishonliq davolash ninki doğrularning unumlari, operatsiya qilish usullarining yuqori ko'tarilishi, masalan tarsiva degan nishonliq davolash, bu doğrular odatda rak kasali bo'lsa doktorxonaga berib ukol selib balnis yatmas bo'lmaydi. Bu hozirgi nishonliq davolashninki masalan tarsiva deymiz, abayqilqi xonim foyda qilgan doğru bulutlu tasdiqlanib chiqdi. U vaqtida bu xonim ishlatgan vaqtda texmen bay degandek tajriba qilayotgan vaqtda 3-bosqich, oxirgi bosqich. Bulutlu tasdiqlanib chiqdi. Bu darimi shu o'pka rakininki alaydi qiliga, undan boshqa ko'krak rakiga xirsaptin deb u nishonliq davolashninki natijasi. Lekin u dorininki aks ta'siri nima desak, yurakka ziyon keltirdi. Hammadamga bo'lmasmi bir 10-20% kasallarning ichida yurakka ziyon ta'sirlari bor. Shu taraflarni texmoyani ilgiritib, aks ta'sirini azaytib, unumini yuqori qilish bizningki davomli tadqiqotimizning nishonlari. Endi bunda elib aytganda men boy degandek bugunanda sizlarni mushundaqlar bir qisqacha tanishtirib, boy bizga kagichi Abdulaziz mashinaning ichida İstanbul'ninki Meyer Avu, Meyer Manda deb o'tib ketgandek, namı doğru tədqiqatninki maşının içində ketib berib, doğru tədqiqatның asasliq jarayonlarini tushuntirib o'tayman. Doğru tədqiqatның jarayoni asosida dastlabda kashfiyotdan boshlandi. Bu bedanning sirtida tajriba qilib, ximiyaviy yasab chiqqan ximiyaviy moddalar bilan bu dorini screen qilamiz, qasninga mos keldi. Ondan keyin buningki bexatarligi, hayvonotning bexatarligini tekshirib, ham shuning bilan birga hayvonotda buningki unumi qanday bo'ladi, uni tekshirib chiqqandan keyin shuning natijalari bilan hayvonotningki cho'ng kichik turdagi rodin deymiz, non-rodin deymiz, ham cho'ng turdagi masalan maymun, chit, toshqon, shunday har xil nimadagi hayvonlarda tajriba qilib shu sinoqlardan o'tgandan keyin undan keyin odamga tajribani boshlaymiz, klinikdaymiz. Uningdimi birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich deb 3 bosqich mana ikkinchi bosqich, mana birinchi bosqichdan o'tib, undan keyin uchinchi bosqichda keng kasallarningki masalan 3000 dan ba'zi dorilar yurak kasali, qon besi bunda dorilarningki 3-bosqichdan aytib zo'r. Masalan 10 ming, necha mingdan 10 minggacha bordi tajriba qilgan kasallar. Ammo rak kasallarinkida endi bir ozroq bo'ldi, necha yuzdan 1 minggacha. Shu tajribalardan o'tgandan keyin shu vaqtlarda shu mushunchalar kasalning ichida unumi yaxshi bo'lib, aks ta'siri oz ko'rinsa, shuning bilan buni ratlab chiqib, endi FDA deb Amerika hukumatiningki to'g'ri tasdiqlaydigan idoralari bor. Shu yerga sungandan keyin ular tasdiqlasa, undan keyin to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu ham asosiy jarayoni. Uningki yana chunqurlashib kelsak, bu naytdi. Masalan, dastlabda boshlaganda millionlab ximiyaviy moddalarni boshlasak, uningdan shu klinikdan burungi tajribalari, farmakologiya deymiz, uning bexatarlik deymiz, tajribalardan sınıqıb çıxıb, axire mushunchalar ximiyaviy dorining ichidan bir ikkisi tasdiqlanib chiqsa-mu,
nayti şum bir çoğ zor galibi buldu. Bununla nurgun vakit hem iqtisat ketudi mesela şu bayqaş jarayoni 5 yılgacha, undan keyin bu birinchi bosqich, ikkinchi bosqichgacha 10 yildak, undan keyingi 3-chi bosqichdan tasdiq chiqishi 15 yil. O'ttiri hisob bilan 10 yil, 15 yildak vaqt ketadi bir dorini bayaqab chiqib, shundan keyin tasdiqlanib chiqishiga. Endi meningki qildiganim, meningki tadqiqotim asosan clinical pharmacology deymiz. Clinical pharmacology degan nima deganda qisqachalar dorininki badanga qanday ta'sir qildi, uninki davolash ta'siri va aks ta'siri ham badan dorini qanday parchalaydi, qanday birlab qildi. Bir kimyoviy modda badan kirgandan keyin uninki badanga bo'lgan ta'siri ham badan buni masalan tabletka bo'lsa oshqozonda bu parchalanib qonga shumurlandi, shu jarayonida yana davomli parchalanib qondan undan keyin har organlarga berib ta'sir qiladigan organlarga berib u dorininki kasal davolash ta'sirlarini yetkazadi. Undan keyin parchalanib ya oshqozon ya böbrek ya jigarlarda parchalanib badandan sirtga chiqadi bu jarayonlar. Çünkü bizningki clinical pharmacology degan asosda shu dorininki badanga qanday ta'siri bor, ham badan dorini qanday bir taraf qildi degan. Shu yana buni vayqini xulosalab kelsak, shu masalan 5000 dan 10 minggacha kimyoviy modda kirishdan boshlansa, uninki tanlanib 250 dagi klinikdan burungi tajribalarda, hayvonotlik tajribalarda onun ichidan bir 5 dagi klinik chiqadi. Adamda tajriba qildiganga, uningga nayti. Uningga nayti obdan bexatarlik ham asosliq shu maqsad hamda hammadan muhimi dorininki yaxshi davolash ta'siri emas, hammadan muhimi bexatar bo'lishi kerak. Hamda xulosalab kelsam, bu dori tadqiqotining natijasi o'sha o'tlagan insonlarninki hayotininki uzun ömür ko'rib hayotida o'zgarish qilishda. Buningki maqsad shunday bo'lgandan keyin shu unumlik aks ta'siri az dorilarni tadqiqot qilib chiqib, buningda yana xulosalab kelsam nurg'un fursatlar bor. Masalan, yosh bolalarga kasb tarafdan bayqa o'xshash jarayonlar bo'lgandan keyin shunga bu nayti bir endi qisqachalar tushuntirib o'tdim. Zerikmay anglag'inglarga rahmat. Savollar bo'lsin.